qayoqqa ketyapsan? Bittasining oldiga ish gaplashgani bor edim o'rtoq. Bu ham o'xshamadi. O'shanga uy ketyapman. Xullas o'rtoq, sen uyda bo'lib turur, senga ish bor. Men chaqiraman seni. Menga shofir top deymi? Ha, topib qo'ydim. Oz kelish kerak, chaqirib qo'ygan. Xo'jayin o'rtog'im kelib shunda olib tushiray. Xo'jayin bu aytgan o'rtog'im o'zim bilan katta bo'lgan, yaxshi bola. Hali ish davomida ko'ramiz-da, buni bo'lmasa. Qanday bitta ish boshlashdan oldin bir mahoratingizni ko'raylik-chi. Aka, men kimiyman-ku. Men qo'limga qaytargan odamni yoqtirmayman. O'rtoq bu yerda faqat erkaklar o'tiribdi. Sen churmaysanmi? Agar shu narsani ich erkaklik bo'lsa, erkak bo'lmay qo'ya qoling, hisob bo'linglar. Tushunmadim men. Meni oldimga kimni olib kelding sen? Shunaqa bolalar bilan osh yeyotgan bo'lsangiz, chiqib keting u oshdan bola. Qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi deydi. O'rtog'ing ola qanot bo'lsa deydi, yemishing o'sha deydi.